Turkiya, Qirg'iziston, O'zbekiston va boshqa davlatlarda tekstil bozorida katta muammolar kuzatilyapti. Ko'p korxonalar yopilyapti, xodimlar ishsiz qolmoqda. Buning asosiy sababi juda ko'p ko'rsatkichlarga e'tiborsizlik bilan qarashdir. Ulardan biri bu tannarx. Agar siz qaysidir korxonaga $2 futbolka taklif qilayotgan bo'lsangiz, lekin boshqa davlatda 1.8 yoki $1.5 ga ham takliflari mavjud. Siz tannarxni to'g'ri hisoblayapman deb Excelda istalgancha algoritmlar, istalgancha formulalarga qo'yishingiz mumkin. Lekin siz ishlab chiqarayotgan mahsulotning xom ashyosi va o'zgarmas xarajatlar qanday taqsimlanishini bilmaysiz. Bilsangiz ham xato qilyapsiz. Buning uchun avtomatlashtirilgan dasturiy ta'minotlar to'g'ri hisob-kitob qilib bera oladi. Bizning kompaniya ePoint aynan tannarx hisoblashda juda ham ko'p mutaxassislar bilan ishlagan holda bu narsaga yechim topganmiz. Murojaat qiling, tannarxingizni to'g'ri hisoblashda bizning dasturiy ta'minot juda ham yaxshi yechim bo'la oladi.